La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Bu duoni ko'pchilik biladi. Lekin buni ko'pchilik kuchini bilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, bu duoni ertalab inson bomdoddan keyin 100 marotaba o'qisa, bomdoddan keyin 100 marotaba o'qisa, 10 ta qul ozod qilganni barobaricha ajr yoziladi. 100 ta yaxshi amal yoziladi. Undan 100 ta yomonlik ketadi. Gunohlar o'chiriladi. To kechga kirguncha paytda Alloh taoloning himoyasida bo'ladi. Va undan afzalroq kishi bo'lmaydi. Alloh taolo uni jinlar, shaytonlar, sehrdan, jodudan, issiq sovuqdan, har baloyu ofatdan Alloh panohida saqlaydi.